Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz oilaviy tarbiya turlari va ularning xususiyatlari haqida. Rejalarimiz oilaviy tarbiya tushunchasi va uning ahamiyati. Ikkinchisi, tarixiy davrlarda oilaviy tarbiyaning turlari. Uchinchisi, an'anaviy va zamonaviy oila tarbiya farqlari va to'rtinchisi, oilaviy tarbiyaning jamiyat rivojidagi o'rni haqida bo'ladi. Oilaviy tarbiya bu nima? Oilaviy tarbiya bu farzandlarni tarbiyalash jarayoni bo'lib, bunda asosiy tarbiyaviy muhit oila hisoblanadi. Oila ota-ona, akalar, ukalar, opa-singillar, ya'ni yaqin qarindoshlar majmuasi farzandning birlamchi muhiti hisoblanadi. Oilaviy tarbiya nafaqat axloqiy yoki ma'naviy jihatdan, balki ijtimoiy, psixologik va shaxsiy jihatdan ham muhim. U bolaning shaxs sifatida shakllanishida, uning qadriyatlari, dunyoqarashi, jamiyatdagi roli va hayotga munosabatida asosiy ta'sir ko'rsatadi. Islom shakllari, an'analari va milliy qadriyatlar nuqtai nazaridan ham oladigan bo'lsak, oila ko'p hollarda jamiyatning asosiy tamoyillaridan biri deb qaraladi. Bugungi kunda ham, ayniqsa ijtimoiy va ma'naviy inqiroz, madaniy o'zgarishlar davrida oila institutining mustahkamligi, oilaviy tarbiyaning mazmuni va sifati jamiyat rivojida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tarixiy yondashuv orqali oilaviy tarbiyaning shakllanishi va uning jamiyatdagi o'rni o'rganilganda o'zbek xalqining milliy qadriyatlari, an'analari va ularning bugungi zamonda qanday saqlanayotganligini ko'rib chiqishimiz muhim. Oiladagi har bir a'zo ota, ona, opa-singil, aka-ukalar farzandning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Tarbiya jarayonida ularning mehr-e'tibori, ma'naviy axloqiy munosabati, farzandga bo'lgan hurmati va mas'uliyati katta ahamiyatga ega. Oilaviy muhit bolaning shaxsiyati, ruhiy holati, dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari shakllanadigan birlamchi muhit hisoblanadi. Agar muhit sog'lom, mehr-muhabbatga asoslangan bo'lsa, bu bolaning barkamol, ma'naviy yetuk shaxs bo'lib ulg'ayishiga zamin yaratadi. Tarbiya jarayonida ota-ona mas'uliyati muhim. Nafaqat moddiy ta'minot, balki ruhiy, axloqiy va ma'naviy jihatdan ham tarbiya ta'minlanishi zarur hisoblanadi. Oilaviy tarbiya orqali shakllangan barkamol shaxs jamiyatning ijtimoiy salomatligi, barqarorligi, ma'naviy axloqiy holati va milliy qadriyatlar saqlanishi uchun poydevordir. Oila va tarbiya jamiyat ta'lim muassasalari va boshqa ijtimoiy institutlar bilan uzviy bog'liq. Farzandning maktabda, ko'chada, jamiyatda shakllanishi oilaviy tarbiyadan boshlanadi. Shuning uchun oilaviy tarbiya va ta'lim-tarbiya jarayonining uyg'unligi muhim hisoblanadi. Zamonaviy sharoitda ijtimoiy o'zgarishlar, global madaniy ta'sirlar va texnologiyalar davrida oilaviy tarbiyaning ma'naviy va axloqiy yo'nalishlariga e'tibor berish kerak. Milliy qadriyatlarni saqlash, oila institutini mustahkamlash zaruriyati ortmoqda. So'nggi ilmiy maqolalarda oila tarbiya uslublari va ularning shakllanishi masalasi yoritiladi. Ya'ni oilaning tarbiyaviy yondashuvi, ota-ona nazorati, farzandga bo'lgan yondashuv va shaxs sifatida shakllanishi kabi jihatlar ko'rib chiqilgan. Pedagogik hamda ma'naviy axloqiy nuqtai nazardan oilaviy tarbiya, milliy qadriyatlar, diniy, ruhiy tamoyillar, zamonaviy talablarning uyg'unligi muhim ekanligini ta'kidlagan. Oila ta'lim muassasalari va jamiyat hamkorligi orqali tarbiya jarayonini yanada samarali tashkil etish, bugungi davrda ko'plab pedagoglar va ijtimoiy olimlar ishtirokida muhim tadbirlar va tadqiqotlar olib borilmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oilaviy tarbiya farzand tarbiyasining birlamchi va eng muhim muhitidir. Oila bolaning dunyoqarashi, axloqi, ruhiyati va shaxsiyati shakllanishidagi asosiy makondir. Oiladagi ota-ona va boshqa a'zolar roli, ularning farzandga bo'lgan munosabati va tarbiyaviy yondashuvi bolaning keyingi hayoti uchun poydevori bo'ladi. Ammo oilaviy tarbiyada foydalanilayotgan uslublar, oilaviy muhit, ota-ona mas'uliyati va farzandga bo'lgan hurmat kabi omillar to'g'ri shaxsiy rivojlanishda qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.